Salom nomradilar, sizlar bilan Xovon. Bugungi videomizda biz sizlar bilan bir necha juda ham zo'r xabarlar muhokama qilamiz. Faqat o'zbek jangchilariga tegishli bo'ladi ushbu videomiz. Birinchisi Shohjahon Ergashev, boksyor. Bilasizlar, paytida yorib tashagan boksni, juda ham ko'p nokautlar bor, qiziqarli janglar o'tkazgan. Shohjahon ancha yaxshi formadaligini aytib o'tgan va shuningdek Umar Kremlyov Istanbuldagi o'tkazayotgan turnirida, ya'ni IBF turnirida jang o'tkazsammikin deb savol bergan o'z auditoriyasiga. Iyul oyiga taklif berilgan. O'shanga yaqin orada biz Shohjahon Ergashevni jangini ko'rishimiz mumkin. Bilasizlar, o'ziga yarasha Shohjahonning ham fan bazasi bor. Menimcha sizlar ham taniysizlar, jangini oldinlari tomosha qilgansizlar. Men esa vobshe eskidan tomosha qilaman janglarini. Ancha yillardan beri. Shohjahonda 27 ta jang bor o'pshi hisobda. Ulardan ikkitasi mag'lubiyat. Depozitingizga 500% bonus olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi silkaga o'tamiz va soqqa olamiz do'stlar. Tayyor. Meni silkamdan o'tsanglar soqqa qilasizlar, bonus olasizlar. Shuningdek, u silka orqali o'tsanglar, umuman olganda har xil o'yinlarga signallar bor, soqqa qilishingiz mumkin. Kutaman. Humoyun To'xtamurodov 30-may kuni Qozog'iston Qarag'anda degan shaharda jang o'tkazadi. To'g'risi Qarag'andada bo'lganman bir marta, juda ham sovuq joy. Nayza 73 turniri bo'lib o'tadi va mana shu turnirda, demak, Humoyun To'xtamurodov jang qiladi. Eng qizig'i, raqibi juda ham yaxshi rekord bilan, ya'ni 7-0. Armanistonlik Kamo Unanyan degan jangchi bilan jang o'tkazadi. 30-mayda 17:00 da biz vaqt bilan boshlanadi. O'shuning uchun do'stlar, Telegramga o'tamiz, chunki u yerda barcha silkalar sizlar uchun, faqat sizlar uchun bepul bo'ladi. Humoyun rekordi 12:5. O'ylaymizki, mana shu jangchining ustidan g'alaba qozonadi. Chisto Humoyunga balet qilaman shaxsan men. Sizlar kimga balet qilasizlar? Izohlarda yozinglar va nima uchun Humoyun yutishi mumkin ushbu jangchini. Kecha Oktagon 73 turniri bo'ldi va o'zbek Tyson jang o'tkazdi, ikkinchi o'zini jangida. Tyson qirg'izistonlik xullas Nurdinbekni ustidan g'alaba qozondi. To'g'risi jang juda ham zerikarli bo'ldi. Umuman realni agar aytadigan bo'lsam, men o'zi xursand bo'ldim g'alaba qozonganiga, bizni o'zbek Tysonimiz, lekin jangda realni bitta ham zarba bo'lgan yo'q. Yuzga normalniy bir zarba bo'lgan yo'q. Avtorlarni ko'rishinglar mumkin. Shunaqa jang bo'ldi xullas. Parter bor, ozgina oyoq bilan tepishdi, jang tugadi 3 raund. G'alaba qozonganiga xursand bo'ldim. Endi bari bizning yurtdoshimiz, lekin jang haqiqatda o'ta yomon bo'ldi. Keyingi safar yaxshi janglarini kutib qolamiz Tysonni va tajriba orttirishi kerak. Alato boksing turniri Odilxonga raqib bergan edi boks bo'yicha, lekin raqibi almashdi. Jang ertaga 25-may kuni bo'lib o'tadi. Janglarni yana bir bor qaytaraman, Telegramimizda ko'rishingiz mumkin. Havola beraman sizlarga. Marsel Nurlanbek degan jangchi bilan urushish kerak edi boks qoidasi bo'yicha, lekin hozir raqibi almashdida Manas Orozov degan jangchi bilan endi jang qiladi. Odilxon o'zini boksda sinamoqchi, ko'ramiz qanaqa imkoniyatlar. To'g'risini aytaman, menimcha boksda imkoniyatlari juda ham minimal darajada Odilxonni, lekin men Odilxonni yutishini xohlagan bo'lardim. Shansi, imkoniyatlari kam bo'lsa ham. Menimcha Odilxon o'sha boks bo'yicha qanaqadir tajribasini orttirmoqchi va yutishini xohlaymiz. Qirg'izistonda O'sh shahrida bo'lib o'tadi. ABL 4 turniri nomlanadi. Mana shuni tomosha qilamiz ertaga sizlar bilan, balkim birgalikda. Kimga balet qilasiz? Odilxongami yoki mana bu jangchigami? Yozinglar izohlarda. Sizlar bilan esa har doimgidek Ayibxon bo'ldi. Sizlar nomradingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.